Mazkur matbuot anjumani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-iyul kuni aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangicha tashkil qilish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishidan kelib chiqqan holda o'tkazildi. Unda kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasida amalga oshirilayotgan ishlar bosh mavzu bo'ldi. Anjumanda kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi va Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshliqlari, boshliq o'rinbosarlari hamda tizim mutaxassislari yig'ilganlarga amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berib o'tishdi. Qayd etilishicha, kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlarning 826 tasi qayta ko'rib chiqish lozim deb topilgan. 2021-yil 4-avgust holatiga ko'ra 444 ta murojaatlar o'rganilib, ulardan 188 tasiga ijobiy yechim topilgan. Usmonjon Qodirov, kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasidan maxsus.